Sizlar uchun zo'r challenge tayyorlab qo'ydik. Shoshiling, o'zbek milliy brend mahsulotlarini xarid qiling, istoriya qo'ying, bizni va shu brendni atmetga qiling. Balkim g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Zo'r challenge boshlayapmiz. Qanaqa challenge desalang, o'zbek milliy brendlarini qo'llab-quvvatlash uchun har oy endi ikkita g'oyani aniqlaymiz. Qanaqa qilib magazinga kirasizlar, o'zbek milliy brendini xarid qilasizlar, har kungisida. Klavishda xarid qildim men. Klavishda va bizni atmetga qilasizlar. Atmetga qilgandan keyin har oyda oxirida bittadan g'olibdan 2 kishini aniqlaymiz. Har qanday milliy brend mahsulotini do'kondan xarid qilasiz va storiesda bizni va o'sha brendni atmetga qilasiz. Eng ko'p istoriya qo'ygan va eng kreativ istoriya qo'ygan 2 kishiga shu oy oxirida qimmatbaho sovg'a beraman. G'olibni obunachilarimiz orasidan tanlab olamiz. Bu challenjni har oy davom ettiramiz. Milliy brendlarimizni birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz.